Salom do'stlar, sizlar bilan Dalasa Maribjonov YouTube kanali. Hop do'stlar, bugungi videomiz bomba video bo'ladi. Xudo xohlasa, cho'tki video bo'ladi. Do'stlar, videoni boshlashimdan oldin yaxshilab joylashib oling, yegani obunani olib kelib oling. Albatta kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Nega bomba video bo'ladi deyapman? Chunki biz mana bundaqa agentlar ochamiz. Hop. Mana do'stlar, sezon pasdan prizlarni olib olamiz. Hop, men bir maketlik bilan sezon pasdan prizlarni olamiz va mana do'stlar, yangi qo'shilgan hop murabbiyimiz kiyadigan, ya'ni qalpoq, Meksika qalpog'i. Hop, mana sezon pasdan prizlarni olib oldik. Hop, endi mana murabbiyimizga kiydiramiz qalpoqni. Dalasa bizga yangicha qo'shibdi, mana ajoyib turibdi, murabbiyimizga yarashib saqlaymiz. Hop, bu yerda ko'rishimiz mumkin, mana murabbiyimiz Meksikano shlyampasida. Hop do'stlar, bu yerda bizda ikkita Dynamic Stars agent bor. Hop, bunda do'stlar, yaxshilab joylashib oling, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Do'stlar, sizlar hozirda o'zida videoni shu yerda pauza qiling-da, kommentariyaga taxminiy kartalarni yozib keting. Qaysi bir futbol tushadi? Husanov tushadi hozir, yo'qsa Robertson tushadi deb hozirni o'zida yozing, haqqoniy bo'ladi va agentlar ochganimizdan keyin kim tushishini bilib olamiz va taxminlarimizni agent ochishdan oldin albatta kommentariyaga yozib keting do'stlar. Hop do'stlar, mana bu akkaunt sizlarga tanish bo'lsa kerak. Bu yerda 4 nafar klassik player bor. Zegna ham bor bu yerda. Shular qatoriga yana dinamik star futbolchilarni ham qo'shamiz va bu tarkibni ham klassik tarkib qilamiz. Hop, unda do'stlar, men sizlarni ko'p kuttirmayman. Mana bu agent ochishimiz mumkin emas ekan. Bizni futbolchilarimiz to'lgan, hammasi noyob futbolchilar. Hop, demak biz Dynamic Stars agent ochamiz. Do'stlar, tayyor bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosgan bo'lsangiz, men agent ochishni boshlasam ham bo'laveradi. Albatta, taxminlaringizni kommentariyaga yozib keting. Hozirni o'zida yozing, haqqoniy bo'ladi. Hop, mening taxminlarim menimcha Felix hamda Voltemet tushsa kerak. Sizlar ham xuddi shunday qilib kommentariyaga yozing. Tayyor bo'lsangiz, men agent ochishni boshladim. Bismillahirrohmanirrohim. Claim priz. Kim bizning tarkibimizga here we go bo'lar ekan? Hop, sariq sochli germancha raqamda 82 tackling. Hop, speed 88 bo'lgan. Laymer do'stlar, Laymer Bavariyaning o'ng qanot himoyachisi. Bu mavsum ajoyib mavsum o'tkazdi. Hop, ajoyib formada bu Laymer ham. Yaxshi. Bavariyaning asosiy futbolchilaridan bo'lgan Avstriyalik, ya'ni David Alaba bilan bitta davlatdan. Hop do'stlar, mana birinchi agentni ham ochib oldik. Hop, ikkinchi agent taxminlaringizni ham kommentariyaga yozing, shu joyda pauza qiling. Hop, mening taxminlarimdan biri chiqmadi. Felix hamda Voltemet degandim, shulardan biri tushishi mumkin. Yo'qsam albatta Abduqodir Husanov tushishi kerak. Do'stlar, o'tgan videomda o'tgan nargi akkauntimga bu yerdan Irvini tushgan edi.
Endi ikkinchi agentni ochsa ham bo'laveradi. Bismillah. Ikkinchi agentni ochyapmiz do'stlar. Va bizga Qorachadan kelgan 10-raqamli Niko yoki Inaki Williams bo'lsa kerak. Shooting 80. Niko Williams bo'lsa ham, Inaki Williams bo'lsa ham juda yaxshi. Yoki boshqa futbolchimikin. Tanimadim bejarasidan. Yo'q. Nidiay. Hozir bu yerdan ko'ramiz. Birinchi agentimiz Laymer bo'ldi. Avstriyalik. Ikkinchi agentimiz Senegallik Iliman Nidia. To'g'ri talaffuz qilyapmanmi? Bilmadim, lekin Iliman Nidia. O'ng qanot wingeri Senegallik. Ajoyib do'stlar. Endi bularni joylashtirib olamiz o'z pozitsiyasiga. Laymer bu yerga, Nidianing bo'yi bor. Mana bu yerda Laymer o'ynasa, Nidia bu yerda. Biz shunda hujumchilar mana bunday joylashsa ana. Qalay do'stlar? Do'stlar, sizga tarkib yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'ying. Murabbiyimizni ham shlyapasi yarashganmi? Kommentariyga yozib keting. Do'stlar, endi sizlar bilan yana bu yerda agent ochganimizda keyingi videolarda ko'rishamiz. Albatta mana bu yerda Dream Draftdan ham agent olishimiz kerak. Keyingi videolarimiz bundan qiziq bo'ladi. Albatta keyingi videoda vatandoshimiz Abduqodir Husanovni tushirishga harakat qilamiz. Do'stlar, kimda Abduqodir tushirgan bo'lsa, tabriklayman. Albatta kommentariyaga yozib keting. Abduqodir tushdi yo'qsa, sizga qaysi bir futbol tushgan bo'lsa, kommentariyaga yozib keting. Sizlar bilan Dilso'z Ma'rufjonov. Kanalimga obuna bo'ling, videoga like bosing. Keyingi ajoyib qiziqarli videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.